الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahqaf tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn-i Kethir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Ahqaf suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Ahqaf 35 ayet Mekke'de nazil bolgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hamim. Bu Kur'an galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafından nazil kılıngandır. Osmanlarni, zeminni ve ulanın arasındaki neslerini hak asasda muayyen müddetkice, yani kıyametkice kalıdığan kılıp yarattık. Kafirla agahlandırılgan neslerden yüz örgücüdür. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklağı eytkin ki, sizler Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarınlarının ahvalını eytip berinler. Ula ziminin qaysı kısmını yaratkanlıkını bana köstünler. Ula ziminin qaysı kısmını yaratkanlıkını bana köstünler. Ya ki asmanlarını yaratışta ulanın Allah bilen ortaklığı var mı? Bu Kur'an'dan ilgiri sizlerge nazil kılıngan kitap ya ki ilgirikilerden kalan ilim bolsa bana ilip kelinler. Eğer sizler rastçıl bolsanlar. Allah'ını koyup kıyamet kişiye duanı icabet kılışkı kadir bulanmaydıgan butlağa çokununduğun Adem'din mi gümrah Adem var mı? Butla ulanın duasıdın gafıldır. Kıyamet günü insanlar hesap veriş için toplanğan çağda butla ulağa yani butperestlerge düşman boludu. Ulağa terpidin ibadet kılınganlıkını inkar kılıdı. Kur'an'ın Allah Teala tarafından nazil kılınganlığı Allah Teala'nın kainatını haklık asasında yaratkanlık doğrusuda. Allah Teala bu ayette özünün Kur'an'ını bendisi ve Peygamberi Muhammed aleyhisselam'a nazil kılganlığını haber kılıdı. Allah'ın daimlik rahmeti ta ki kıyamet günü geçe onunla olsun. Allah Teala özünü galip, hiç yenilmez, sözlerini ve işlerini hikmet bilen kıyıcı deb süpetleydi. Andın undaktaydı. Osmanlarni, zeminni ve ulanın arasındaki nesillerini hak asasta yani bihude ya ki bikarlık yüzsüzün emez, muayyen müddetkice yani artık mı emez, kem mi emez kılıp belgilengen muayyen müddetkice, kıyametkice kalıdığan kılıp yarattık. Kafirler agahlandırılgan neslerden yüz örgücüdür. Yani ula özlerinden talep kılıngan neslerini bir chetki taşlap koydu. Allah Teala hakikaten ulağa kitap nazil kıldı. Peygamber evetti. Ve halanki ula onun hemmesinden yüz örgücüdür. Ula kelgüsü de onun yaman akıbetini bilip kalıdı. Müşriklağa verilgen reddiye doğrusu da. Allah Teala mındaktaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'ga başka nesillerini şirik kılıp çokunuvatkan en şu müşriklağa eytkin ki sizler Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarınlarının ahvalını eytip berinler. Ula ziminin qaysı kısmını yaratkanlıkını man köstünler.
Ya'ni ular zaminning mustaqil holda yaratgan qismiga meni boshlanglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqligi bormi? Ya'ni osmonlarni va zaminni yaratishda ularning Alloh bilan hech qanday o'rtoqligi yo'q. Ular qilchilik narsaga ega emas. Padişahlık ve barliq şeylarni idora qilish faqat Alloh taologa mansubdir. Shundoq turuqliq qandaqmi Alloh taologa boshqa bir narsani shirk qilsalar va cho'qinsalar, kim sizlarni shundoq qilishga tavsiya qildi? Kim sizlarni uningga da'vat qildi? Alloh sizlarni shundoq qilishga buyurdimi yoki sizlar uni o'zinglar tepib chiqdinglarmi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nozil qilingan kitob yoki ilgarigilardan qolgan ilm bo'lsa, men ilib kelinglar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomlarga Alloh taolo tarafidan nozil qilingan kitoblardan sizlarni bu butlarga ibodat qilishga buyuradigan biror kitobni keltirib beqinglar. Yoki sizlarning mengayotgan bu yo'linglarni isbotlaydigan dalil bo'lsa, uni menga ko'rsatinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar, ya'ni sizlarning uni isbotlashda hech bir samoviy kitoblarga yoki ilgarigilardan qolgan ilmga tayangan aqli dalilinglar yo'q. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdimi, gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib butlarga cho'qinadigan butlardan ular qiyomat kunigacha qodir bo'lolmaydigan narsani tilaydigan odamdan gumroh odam yo'q. Butlar uning degan so'zlaridan g'ofildir. Butlar anglamaydi, ko'rolmaydi. Anglayolmaydi, ko'rolmaydi. Ularning tutadigan qo'li yo'q, chunki ular toshdan iborat qattiq jismdir, gazdir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafaati bilan Alloh taoloning oldida izzatli bo'lishlari uchun Alloh taoloni qo'yib ilahlar, ya'ni butlarga cho'qinadi. Ish ularning gumon qilganidek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Ya'ni mushriklar butlarga eng ehtiyojli bo'lgan chaqda butlari ularga xiyonat qiladi. Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalom mundaq degan: bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikka sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashkuchilardan ado-judo bo'ladi. Agashturguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar dovzax bo'ladi. Sizlarni dovzaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. Yoki ular Qur'onni u, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyshamdi. Aytqinki,
agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Alloh tavba qilguvchini mag'firat qilguvchidir. Mu'min bandalarga nihoyat mehribondir. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgiriki nurg'un payg'ambarlar ilib kelgan vahiy bilan keldim. Nimishqa meni inkor qilsizlar? Menga va sizlarga nima qilindiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqilib olmaydi. Men faqat menga vahiy qilingan narsaga agishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Mushriklarning Qur'on va payg'ambar haqida aytganlari va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning kufrlik qilganligi va haddidan oshganligidan xabar berdi. Alloh taoloning ro'shan oyatlari ularga o'qib berilsa, garchi u oyatlar shundoq ochiq va ro'shan bayon qilingan bo'lsa-mu, ular bu ro'shan sehrdir, ya'ni oshkor sehrdir deydi. Ular haqiqatan haqni inkor qiladi. Yolg'onni o'ydirib chiqadi. Ular gumroh va kafir bo'lgan kishilardir. Yoki ular Qur'onni u, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyshamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaysizlar. Ya'ni men Alloh taolaning nomidan yolg'on so'zlasam va Alloh taolo meni payg'ambar qilib avatdi deb jo'ylasam, amaliyotda ish men degandek bo'lmasa, Alloh taolo meni cho'qim eng qattiq jazo bilan jazolaydi. Zimin ahlidan hech kim, ya'ni sizlar va sizlardan boshqa har qanday bir odam meni Alloh taoloning bu azobidan qutuldirishga qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: aytqinki, agar men Allohga osi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topolmayman. Shundaq turuqliq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosi qizil tomirni kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Bu oyat ularga qattiq tahdid va ogohlantirish berdi. Ularni Alloh taolaning azobidan qattiq qo'rqitdi. Alloh tavba qilguvchini mag'firat qilguvchidir. Mu'min bandalarga nihoyat mehribondir. Bu oyat ularni tavba qilib Alloh tarafga qaytishga rag'batlantirdi. Ya'ni mushundaq gunoh ishlagan turuqliq, agar gunoh qilishdan yonsanglar va ilgiriki gunohinglarga tavba qilsanglar, Alloh tavbanglarni qabul qiladi. Sizlarni kechirdi. Sizlarga mag'firat va rahmat qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo sura Furqonda mundaq degan: ular aytdi: bu
burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hifz qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotidi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zimindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Aytqinki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgiriki nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilsizlar? Ya'ni men olamga qadam bosgan tunji payg'ambar emasman. Balki mendan ilgari nurg'un payg'ambarlar kelgan. Sizlar meni inkor qilgudak va sizlarga payg'ambar bo'lib kelishimni yiroq sanog'idak, men sizlarga azaldan bo'lib boqmagan bir ishni elib kelganim yo'q. G'olib va buyuk Alloh mendan ilgari barliq payg'ambarlarni ilgari kelgan ummatlarga avatgan. Menga va sizlarga nima qiladiganligimni, menga va sizlarga nima qilinadiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqilib bo'lmaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida to'xtalib, bu oyatdan keyin Allohning sening ilgiriki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun degan oyat nozil bo'lgan deganligini rivoyat qilgan. Akrima, Hasan va Qatada qatorliqlarmu mushiningga o'xshash degan va bu oyatni Allohning sening ilgiriki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun degan oyatining hukmi bilan amaldan qoldirilgan deb ko'rsatgan. Ular yana mundaq degan. Payg'ambar alayhisalomning gunohlari kechirilganligi to'g'risidagi bu oyat nozil bo'lgan chaqda musulmonlar ichidan bir odam: "Ey Allohning payg'ambari, Alloh taolo seni kechiradiganligi haqida ro'shan oyat bayon qildi. U bizni qanday qila?" deganda Alloh taolo mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi, har ayol mu'minlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizishi uchundir degan oyatni nozil qilgan. İmam Buxoriy mundaq deb rivoyat qiladi. Mu'minlar: "Ey Allohning payg'ambari, sana muborak bo'lsin. Bizning hukmimiz qandoq bo'ladi?" deganda pak va yuksak Alloh bu oyatni nozil qilgan. İmam Ahmad Xarija ibn Zayddan Ummi Alaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ansarilar muhojirlarni uy bilan ta'minlash chek tashlagan chaqda bizga Osman ibn Maz'un radhiyallohu anhuni uy bilan ta'minlashga taqsim bo'lgan edi. Keyin Osman radhiyallohu anhu bizning qishimizda og'rib yetib qoldi. Biz uni davoladik. Oxiri u vafot bo'lib ketdi. Biz uni kepanladik. Yenimizga payg'ambar alayhisalom kirdi. Men: "Ey Osman, Alloh taolo sana rahmat qilsin. G'olib va buyuk Alloh jazman seni hurmat qiladi deb guvohlik beraman" dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Alloh taoloning uni cho'qim hurmat qiladiganligini qandoq bilasiz?" dedi. Men: "Otam, onam sana fido bo'lsin. Men bilmay shundoq deb saptiman" dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Osmonga kelsak, uningga Rabbi tarafidan haqiqatan o'lim keldi. Men uningga albatta yaxshilik umid qilaman. Allohning nomi bilan qasamki, men Allohning payg'ambari turib, menga nima qilinadiganligini bilmayman" dedi. Allohning nomi bilan qasamki, men shuningdan keyin hargiz hech odamni oqlamayman dedim. U ish meni qayg'uga solgan edi.
men uxladim. Tushimda bir buloqning Osman tarafga eqiyotganligini ko'rdim. Ondan payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, tushimni uningga deppadim. Payg'ambar alayhisalom, ayni shu bo'lsa, uning yaxshi amalidir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Buxoriyning yana bir rivoyatida men Allohning bir payg'ambari turib, uningga nima qilindiganligini bilmayman deyilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Bu hadisga va shuningga o'xshash dalillarga asoslanganda muayyan bir shaxsini jannatga kirdi deb kesib aytishga bo'lmaydi. Faqat Muhammad alayhisalom aniq ko'rsatgan jannatga kirdiganlardan xo'sh xabar berilgan 10 kishi Abdullah ibn Salam, G'umaysa, Bilal, Suraqa, Jabirning otasi Abdullah ibn Amr, Mauna Quduqi degan yerda shahid qilingan 70 qori, Zayd ibn Harisa, Ja'far ibn Ravaha va ularga o'xshash sahaba radhiyallohu anhumlar buningdan mustasno. Men faqat menga vahiy qilingan narsaga ergishiman. Ya'ni men faqat Alloh menga nozil qilgan vahiyga ergishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni men ro'shan ogohlantiruvchiman. Mening ishim har qanday sog'lom dil va sog'lom aql egisi uchun nihoyat oydindir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Ahqob tafsiridan 9-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.